Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Ronda Berinning Kuch nomli kitobini keyingi qismlarini o'qib eshittirishni davom ettiramiz. Tanlov sizning reaksiyangiz. Hayot sizga turli vaziyatlarda turli odamlarni yoqadimi, yoqmaydimi tanlashingiz uchun ko'rsatadi. Siz u yoki bu narsaga ta'sirlansangiz, sizning hissiyotlaringizga ham ta'sirlanishadi. Siz shu hissiyotlarni tanlaysiz. Sizning reaksiyangiz u odam yoki vaziyatni yopishtirib qo'yadi. Siz xuddi yana ber deyotganingizdek. Mana odamlar bilan munosabatlaringizda o'z reaksiyangizni nazorat qilish sababi nimada? Eslataman. Salbiy yoki ijobiy hissiyotlar bilan ta'sirlanganingizning ahamiyati yo'q. Asosiysi bu hissiyotlarni ifodalayapsiz. Demak, siz o'shaning o'zini katta hajmda olayapsiz. Agar boshqa odamning so'zlari va qiliqlari sizni xafa qilsa, jahlingizni chiqarsa, salbiy reaksiyani o'zgartirish uchun butun chorani ko'ring. Siz salbiyga ta'sirlanishingizni anglaganingizda, ularning kuchi salbiy hislardan xalos bo'ladi. Ammo agar salbiy hissiyotlar kuch ushlab qolsa, yaxshisi bir necha daqiqaga chetga chiqib, atrof olamdagi sizga yoqimli bo'lgan narsaga qarang. O'zingizni yaxshi his qilmaguningizcha yoqimli narsa qidiravering. Yomon kayfiyatingizni o'zgartirish uchun hamma narsadan foydalaning. Yaxshi ko'rgan musiqangizni eshitishingiz, yaxshi ko'rgan narsalarni tasavvur qilish yoki yaxshi ko'rgan kishingiz bilan mashg'ul bo'lishingiz mumkin. Kayfiyatingizni buzgan odamning birorta yaxshi xislatini topib ko'ring. Albatta, goho buni qilish juda qiyin. Agar qila olsangiz, siz yaxshi kayfiyat yo'lidasiz. Bu yana o'z hissiyotlaringiz xo'jayini bo'lishingizning eng qisqa yo'li. O'zini tuta olgan odam azob chekishni osongina to'xtatib, o'zini xursand qilishga qodir. Men o'z hissiyotlarim marhamatiga mo'tay bo'lishni istamayman. Men ulardan foydalanish, huzur qilish va ularni boshqarishni istayman. Oskar Wilde, yozuvchi va shoir. Agar sizning o'zingiz salbiy hissiyotlardan xoli bo'lsangiz, hayotingizdagi istagan narsa, istagan salbiy vaziyatni o'zgartira olasiz. Siz reaksiyalaringizni o'zgartirishingiz zarur. Salbiy ta'sirlanishni davom ettirsangiz, sizning salbiy hislaringiz kuchayadi. U bilan birga vaziyatning ham salbiyligi oshadi. Xuddi shuning o'zi ijobiy hislar bilan ham yuz beradi. Salbiy vaziyat qanday qilib ijobiyga aylanishini bilmaysiz. U esa biladi. Muhabbat kuchi doimo yo'lini topadi. Muhabbat bu qalqon. Boshqa odamlarning salbiy tuyg'ularini zararsizlantirib, ularning hissiyotlaridan aziyat chekmaslik uchun har bir odamni o'rab turuvchi hissiyotlarning magnit maydonini eslang. Quvonch, muhabbat, baxt, minnatdorlik, zavq, shavq, ishtiyoq. Bir so'z bilan aytganda, har bir ijobiy his o'z maydoniga ega. Ammo g'azab, ko'ngil sovishi, ruhan tushkunlik, nafrat, qasos o'ti va boshqalarning ham maydoni bor. G'azab magnit maydoni bilan o'rab olingan odam o'zi undan aziyat chekadi. Siz yonida bo'lib qolsangiz, u har holda g'azabini sizga yo'naltiradi. U sizga yomonlik qilmoqchi emasdi, ammo yaxshilikni ko'rish va his qilishga qodir emas. G'azablangan odam olamdan qalqon bilan chegaralangan. Tabiiyki, sizda ham uni g'azablantiradigan tomonlarni ko'rayotgandir. Takrorlayman, g'azab otiga mingan odamlar atrofdagilarni yanada ko'proq g'azablanishiga bahona bo'ladi va ko'pincha o'z hissiyotlarini birinchi uchragan odamga to'kadilar. Ko'pincha birinchi uchragan odam yaqinlari bo'lib chiqadi. Tanish ko'rinish, to'g'rimi? O'zingizni fantastik darajada yaxshi his qilayotgan bo'lsangiz, magnit maydoningizning kuchi qalqon hosil qiladi. Barcha salbiy narsalardan himoya qiladi. Hatto yoningizda g'azablangan odam paydo bo'lib qolsa ham, qancha sizga g'azabini sotsa ham, u sizga tegmaydi. Birovning g'azabi sizga zarracha ham yomonlik qila olmasdan, sizning qalqoningizga urilib, otilib ketadi. Agar sizga salbiy hissiyotni sotsa, siz buni his qilsangiz, bu xavfli signal. Demak, sizning qalqoningizda teshik. Bunday yong'inni birinchi 3 kun chiqishidan yo'q qiluvchi bir usul bor. Birinchi esingizga kelgan bahonani topib, yaxshi kayfiyatni tiklash uchun u yerdan keting. Ikki salbiy maydon bir-biri bilan to'qnashib yuqori tezlikda kattalashadi va bundan yaxshi narsa chiqmaydi.
Ikki darg'azab odamning bir-biriga bo'kirishi, ikki salbiy magnit maydonining to'qnashuvi shunday ko'rinishga ekanligini o'z tajribangizdan bilasiz. Yoqimsiz ko'rinish. Loyqalangan suv tindirilsa, tiniqlashadi. Lao Tzu, daotsizm asoschisi. Siz g'amgin, biror narsadan xafa yoki ma'yus tortsangiz, olamga bu tuyg'u maydoni ortidan qaraysiz va olam ma'yus, xafa va jahldor bo'lib ko'rinadi. Salbiy hissiyotlar maydoni orqali biror yaxshi narsa ko'rib bo'lmaydi. Salbiy maydon o'ziga ko'proq salbiy narsalarni tortishi kamlik qilganidek, yana u paydo bo'lgan vaziyatdan chiqib ketishga xalaqit beradi. Tashqi vaziyatni o'zgartirish uchun yugurib ovora bo'lgandan ko'ra ularni o'zgartirish osonroqdir. Hech qanday jismoniy harakatlar vaziyatni o'zgartira olmaydi. O'z hissiyotlaringizni o'zgartiring va tashqi vaziyat ham o'zgaradi. Bu kuch ichkaridan taraladi, ammo biz uni bermagunimizcha uni ololmaymiz. Charles Enel, yozuvchi, yangicha fikrlash ustozlaridan biri. Qachon kimdir quvonch magnit maydoni bilan o'ralgan bo'lsa, zalning boshqa burchagida bo'lsa ham bu quvonchni oladi. Mashhur bo'lgan shaxslar shunchaki ko'p vaqtini yaxshi kayfiyat bilan o'tkazadigan oddiy odamlar. Ularning atrofini o'rab olganlar ham kuchli magnit maydoniga ega bo'lganlari uchun boshqa odamlarni va qulay holatlarni o'ziga tortadi. Qanchalik ko'p muhabbat bersangiz, sizning ijobiy hissiyotlaringiz va maydoningiz xususiyatlari yanada kuchliroq bo'ladi. Kengroq tarqalib, siz yoqtirgan barcha narsa va odamlarni sizga tortadi. Buni tasavvur qiling. Muhabbat umumiy birlashtiruvchi kuch. Butun dunyodagi odamlar bir-birini muhabbat bilan to'ldirsa, kuchlilar zaiflarni ranjitmaydi, ko'pchilik kamchilikka zo'ravonlik qilmaydi, boylik kambag'allar ustidan masxara qilishmaydi, mashhurlar oddiy odamlardan jirkanmaydilar, ayyor odamlar soddalarni alday olmaydilar. Mao Tzu, Xitoy faylasufi. Har kun sizda boshqa odamlarga mehribonlik qilib, o'z muhabbatingizni tuhfa qilishga imkon bor. Siz baxtli ekanligingizni muloqot qiladigan har bir kishiga yaxshi kayfiyat va muhabbat kafolatlangan. Yo'lingizda uchraganlarning har biriga muhabbat bersangiz, sizga ko'payib qaytib keladi. Javoban qancha muhabbat olishingizni tasavvur ham qila olmaysiz. Boshqa odamlarga muhabbat sovg'a qilayotganingizda muhabbatingiz ularga ijobiy ta'sir ko'rsatib, ular ham kimgadir muhabbat bera boshlashadi. Muhabbatning ijobiy ta'siridagilarning miqdori ham, masofaning ham ahamiyati yo'q. Hamma muhabbat o'zingizga qaytib keladi. Siz faqat bergan muhabbatgina emas, zanjir reaksiyasida paydo bo'lgan barcha muhabbatni olasiz. Bu muhabbat sizga farovon sharoit, mehribon odamlar va hayotingizning quvonchli voqealari ko'rinishida paydo bo'ladi. Ammo salbiy hissiyotlarning ham zanjir reaksiyasi bo'lishi mumkin. Yomon kayfiyatingiz boshqa odamga ta'sir qilib, u odam boshqasiga, boshqasi keyingisiga uzatadi. Hammasi to'laligicha martaba, sog'liq va odamlar bilan munosabatingizga zarba berib qaytadi. Siz birovlarga berganingiz o'zingizga qaytadi. Agar tashqaridagi biror narsadan xafa bo'lsangiz, sizda og'ir tashvishlaringiz paydo bo'lgani bilan emas, bu holatga qanday baho berishingizga bog'liq. Uni har daqiqada o'zgartirishingiz mumkin. Mark Avreliy, Rim imperatori. G'ayratingiz to'lib toshganida xursand bo'lganingiz bu ezgu hissiyotlar siz muloqot qilayotgan har bir kishiga ta'sir qiladi. Mayli muloqotingiz bir necha daqiqa davom etsin, masalan, magazin, lift, avtobusdami, ammo sizning yaxshi hissiyotlaringiz boshqa odamga ta'sir qiladi va shu bir necha daqiqa siz tasavvur ham qila olmaydigan rohat baxsh hosil berishga qodir. Yodingizda bo'lsin, shunchaki arzimas xayrli ish mavjud emas. Bunday harakat mantiqan cheksiz to'lqinlarni yaratadi. Scott Adams, rassom. Muhabbat boshqa odamlar bilan yuz beradigan hamma muammolar javobi va yechimi. Salbiy hissiyotlarni ko'rsatib, siz hech qachon yomon munosabatlaringizni to'g'rilay olmaysiz. Ijod qiling, muhabbat bering, javobini olasiz. O'z munosabatlaringizda kuchli
O'z munosabatlaringizda kuchning kalitidan foydalaning. Yaxshi ko'rgan narsalaringizni sanab o'ting. Ro'yxatini tuzing. Yomon ko'rgan narsalaringizdan yuz o'giring. Yaxshi munosabatlarni tasavvur qiling. Uni yuksak darajaga ko'taring va butun qalbingiz bilan his qiling. Odamlar bilan munosabatlaringiz yaxshi bo'lmasa, atrofingizdan yoqimli narsalarni qidiring, ammo salbiy narsalarga fikringizni jamlay ko'rmang. Muhabbat siz uchun hamma narsani qilishga tayyor. Siz faqat o'z hissiyotlaringizni muhabbat bilan to'ldirasiz. Odamlar bilan yomon munosabatlaringiz xiralashadi va yo'qoladi. Butun dunyodagi hamma munosabatlardagi muammolarni hal etish yo'li bu muhabbat. Sizning muammoingiz qay tarzda hal etishini bilishingiz shart emas, ammo yaxshi kayfiyatingizni saqlab tursangiz va muhabbat bersangiz, u hal bo'ladi. Lao Tse, Budda, Iso Masih va barcha payg'ambarlar, buyuk allomalar bir tuyg'uni, muhabbatni da'vat etadilar. Kuch nuqtalari. Kim bilan muloqotga kirishsangiz ham unga odamga muhabbat berasiz yoki bermaysiz. Berganingiz sizga qaytib keladi. Boshqalarga mehribonlik qiling, qo'llab-quvvatlang, minnatdor bo'ling yoki boshqa ijobiy tuyg'ular bilan muhabbat bersangiz, muhabbat 2 karra ortib sizga hayotingizga qaytadi. Biror kishi bilan munosabatlaringizda siz yoqtirgan holatlarini belgilab, yomon tomonlarini eslamaslikka harakat qiling. Shunda u odam juda o'zgaradi. Agar siz boshqa odamni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, xuddi unga nima yaxshiligini bilsangiz ham, o'zingizni haq, uni nohaq deb bilsangiz, unga muhabbat bermayotgan bo'lasiz. Agar uni tanqid qilsangiz, ayblab, shikoyat qilsangiz, ustidan kulsangiz yoki kamchiliklarni qidirsangiz, siz unga muhabbat berayotgan bo'lmaysiz. Hayot sizga turli odamlar va vaziyatlarni yoqqanini yoki yoqmaganini tanlashingiz uchun ko'rsatadi. Hayot sizga turli odamlar va vaziyatlarni yoqqanini va yoqmaganini tanlashingiz uchun ko'rsatadi. Siz nimagadir e'tibor bersangiz, hissiyotlaringiz ta'sirlanadi. Shunday tarzda siz tanlaysiz. Muhabbat kuchi siz uchun tuyg'ularingizning maxsus murabbiysidan butun bir qo'shinini to'playdi. Ular oddiy odamlar ko'rinishida keladilar. Baribir sizga muhabbatni tanlashga o'rgatadilar. Siz baxtli odamlar qurshovida bo'lishingiz uchun baxtli bo'lishingiz kerak. Sizga istagan narsangiz yopishib qolishi mumkin. Uning uchun odamlardan o'zingizga yoqimli tomonlarni topib, butun qalbingiz bilan ularga ha deb javob berishingiz kerak. Yaxshi tuyg'ularni sezib turib, boshqa yomon narsalar haqida o'ylash mumkin emas. Salbiy hissiyotlarga to'la bo'la turib, salbiy vaziyatni o'zgartirish mumkin emas. Siz salbiy ta'sirlanishni davom ettirsangiz, sizning salbiy hissiyotlaringiz vaziyatni yomonlashtiradi. Agar o'zingizni fantastik darajada yaxshi his qilsangiz, maydoningiz kuchi sizni hamma salbiy narsalardan to'sib, himoya qalqonini yaratadi. Sizning kayfiyatingizni o'zgartirish tashqi vaziyatni ovora bo'lib, yelib yugurib o'zgartirganingizdan osonroq. Qancha ko'p muhabbat bersangiz, sizning ijobiy hislaringiz ham kuchliroq bo'ladi. Tashqi sharoit o'z-o'zidan o'zgaradi. Qancha ko'p muhabbat bersangiz, sizning ijobiy hislaringiz shuncha ko'p bo'ladi. Maydoningiz magnet xossasi shuncha kuchli bo'ladi. Kengroq tarqalib, siz sevgan hamma narsani tortadi. Kuch va salomatlik. Ichimizdagi tabiiy kuchlar kasalliklarning haqiqiy shifokorlari. Gippokrat, g'arb tibbiyotining otasi. Salomat bo'lish nima degani? Balki siz o'zingizni hech qayeringiz og'rimasa, sog'lom deb o'ylarsiz. Ammo bu tushuncha kengroq. O'zingizni chidasa bo'ladi. O'rtacha umuman hech qanday his qilmayotgan bo'lsangiz, sizni sog'lom deb bo'lmaydi. Sog'lom bo'lish o'zingizni yosh bolalardek his qilishingizdadir. Har kun g'ayratlari to'lib toshadi. Tanalari yengil va egiluvchan. Harakatlari ularda quvonch uyg'otadi. Ular doim yugurib, sakrab yurishadi. Aqllari tiniq va toza. Ular baxtlilar. Xavotir va stresslar ular uchun begona. Kechalari uyquga yotishlari bilan xotirjam, qattiq uyquga ketadilar. Xuddi tunda yangi tana paydo bo'lganidek ertalablari to'la tiniqib, dam olib uyg'onadilar.
Ular har kunni quvonch va hayrat bilan kutib oladilar. Go'daklarga qarang, haqiqiy sog'lom bo'lish nimaligini tushunasiz. Qachonlardir siz ham o'zingizni shunday his qilasiz. Muhabbat kuchi sizga tuganmas salomatlik berishga qodir. Siz uchun har daqiqada ochiq. Siz istagan narsa muhayyo, shu jumladan absolyut salomatlik ham. Uni olish uchun eshikni ochish zarur. Sizning ishonchlaringiz qanday? Uning qalbidagi fikrlari qanday bo'lsa, u shunday. Sulaymon rivoyatlaridan. Qalbingizdagi fikrlaringiz siz nimani chin deb o'ylab, nimaga ishonishingizni ko'rsatadi. Ishonch kuchli hissiyotlar qo'shilgan ko'p bora takrorlanadigan fikrlardir. Masalan, men tez shamollayman. Oshqozonim sezgir. Menga vaznimni tashlash qiyin. Bunga menda allergiya bor. Kofe meni tetiklashtiradi. Bular ishonchlar, ammo dalillar emas. Ishonch qabul qilingan qarorni bildiradi. U hukm chiqarishdek kuchga ega. Odam tentakka o'xshab ichidan qulflanib oladi va hech qanday muzokaralar olib borishni istamasdan qulflanib olib, kalitni tashqariga otib yuboradi. Siz nimaga haqiqatan ham ishonsangiz, sizga zararigami, foydasigami farqi yo'q. Siz uchun chin haqiqat bo'lib qoladi. Siz qanday ishonchlarni olamga yuborsangiz, tortish qonuni sizga qaytaradi. Ko'pchilik odamlarda kasallik borasidagi qo'rquv salomatlik haqidagi ijobiy fikrlardan oshib toshadi. Bu ajablanarli hol emas. Hozirgi dunyoda kasalliklarga e'tibor juda kuchli. Bir kelganda bizni qo'rqitadigan xabarlar seldek yog'iladi. Tibbiyot yutuqlariga qaramasdan kasallik va kasallar soni odamlardagi kasallikdan qo'rquv ortib bormoqda. Aytingchi, sizning sog'lomligingiz to'g'risidagi hissiyotingiz kasallikdan xavotir va qo'rquvlardan ustunmi? Ko'proq nimaga ishonasiz? Mustahkam sog'ligingizgami yoki kasallikning muqarrarligigami? Siz qarigan sari tana zaiflashib, sog'lig'ingiz yo'qolishi to'g'risidagi hissiyotlarni olamga yuborasizmi? Tortish qonuni sizning tanangiz va salomatlik holatingizni tasavvuringizga monand qilib, ularni sizlarga qaytarishi zarur. Shunga ko'ra meni dahshatga duch keldim. Yangi ahd kitobidan. Ishontirish kuchining tibbiyotdagi yaxshi ma'lum bo'lgan platsebo samarasi dalil bo'lib hisoblanadi. Mohiyati shundan iboratki, bir guruh bemorlarga haqiqiy dori berib davolash muolajalarini olib boradilar. Boshqa guruhdagilarga shakarli tabletkalar va yasama muolaja qiladilar. Tabiiyki, bemorlar bu tajriba haqida hech nima bilmaydilar. Platsebo samarasi guruhida ajoyib darajada salomatlik tiklanadi. Kasallik belgilari kamayadi yoki umuman yo'qoladi. Platsebo samarasining lol qoldiruvchi natijalari odamning organizmiga ishonch qanday ta'sir qilishini ko'rsatadi. Har bir hislaringiz tanangiz organlari har bir hujayralariga singib ketadi. Siz ezgu hissiyotlarga to'lganingizda, muhabbat taratganingizda butun organizmingiz uchun sog'liq olasiz. Yana juda katta hajmda. Sizni salbiy hislar egallagan asablaringiz taranglashadi va hujayralaringiz halok bo'ladi. Organizmingiz bioximiyasi o'zgaradi. Qon tomirlari ham qisqaradi. Nafas olish o'zaki bo'ladi. Organizmning har bir organida salomatlik quvvati yo'qoladi. Kasallik uzoq muddatli zo'riqish oqibatidir. Tana stress, xavotir, qo'rquv va boshqa zararli hissiyotlarni boshdan kechirganida yuz beradi. Sizning hissiyotlaringiz tanangizning har bir hujayrasiga ta'sir qiladi. Aql va tana, aqliy va jismoniy kuchlar bir-biriga chirmashib ketadi. Tomas Tutko, yozuvchi, sport psixologi. Sizning ichki olamingiz, ichingizda butun olam joylashgan. Tanangizni qanday boshqarishni bilish uchun siz bu olamni bilishingiz kerak. Chunki siz uning xo'jayinisiz. Har bir hujayraga o'z roli belgilangan. Ularning hammasi bir maqsad uchun hayotingizni ushlab turadi. Ba'zi hujayralar ba'zi regionlarni boshqarib turuvchilarga o'xshaydi. Ular hamma ishchi hujayralarni boshqaradilar va yo'naltiradilar. Yurak, miya, jigar, buyrak va o'pka. Boshqaruvchi hujayra hamma hujayralarni boshqaradi. Uning bo'limi yaxshi ishlash uchun uyg'unlik va tartib o'rnatadi. Yo'l politsiyasi rolini o'ynaydigan hujayralar butun 60 ming mil qon tomirlarida
tartib o'rnatadi. Agar sizning qayringizdir tirnalsa, bu otryad hujayralari vahima ko'taradi va o'sha joyga ta'mirlovchi otryadlar yetib boradi. Birinchi bo'lib qon quyultirish xizmati yetib boradi. Ularning vazifasi tezda qon oqishini to'xtatish. O'z ishini bajargach, o'rnlariga teri va to'qimani ta'mirlovchilar egallaydi, ular terini yamaydi. Tana tashqaridan hujumga duchor bo'lsa, unga bakteriyali yoki virusli infeksiya tushganda, xotira hujayralari chaqirilmagan mehmonning suratini olishadi. U ilgari tushgan infeksiyalarga o'xshashi haqida ma'lumot olish uchun axborotlar bazasiga kiradi. Mabodo xotirada bu ma'lumot bo'lsa, maxsus qo'lga olish guruh buzg'unchini bartaraf etish uchun xabar qiladi. Agar avval bunday mehmonlar bo'lmagan bo'lsa, xotira hujayralari unga ish hujjati ochadilar va hamma qo'lga olish guruhlariga trevoga beradilar. Har biri o'z usuli bilan ishga kirishadi. Muvaffaqiyatli harakat qilgan guruh ham ma'lumotlar bazasiga kiritiladi. Keyingi safar qayta tashrif buyursa, xotira hujayralari ularga qarshi kurash yo'llarini biladi va ularni yo'q qilish uchun guruhni yuboradi. Qandaydir sababga ko'ra hujayralardan biri xulq-atvorni o'zgartirib ishlamay qo'ysa, tez chora ko'rish guruhlari ta'mirlash xizmatini ogohlantiradi va kasal hujayrani ta'mirlashga kelishadi. Balki ta'mirlashga qandaydir kimyoviy birikma kerak bo'lar. Ular doim organizmingiz farmakologiya bo'limida mavjud bo'ladi. Ichingizda farmakologiya konserniga teng keladigan mahsulot ishlab chiqadigan to'liq bir kompleks ish olib boradi. Hamma hujayralar sutkasiga 24 soat, haftasiga 7 kun, bir so'z bilan aytganda doimo ishlashlari kerak. Ularning yagona vazifasi tanangizni tetik va sog'lom ushlab turish. Unda 100 trillion hujayralar mavjud. Hamma 100 trillion hujayralar sizning o'z fikr, hissiyot va ishonchingiz yordamida bergan buyruq topshiriqlaringizga itoat etishadi. O'z tanangiz haqida tasavvur va ishonchingiz qanday bo'lsa ham hujayralar unga so'zsiz qo'shilishadi. Ular sizning fikr, hissiyot va ishonchingizga shubha qilmaydi, ammo ular sizning har bir fikringizni eshitishadi, har bir hissiyotingizni ilg'ab olishadi va har bir ma'lumotni inobatga olishadi. Agar siz men sayohatda mintaqalardagi soat o'zgarishidan aziyat chekaman desangiz, sizning hujayralaringiz mintaqa soatlari to'g'risidagi so'zlaringizni buyruqdek qabul qilib, so'zsiz uni bajaradilar. Siz vazningizdagi muammolar haqida o'ylashingiz bilan hujayralaringiz vazndagi muammolar yaratishni buyruq deb qabul qilib ish boshlashadi. Bu holatda ular sizning xohishingizga ko'ra ish qilishlari va sizning tanangizdagi ortiqcha vaznni ushlab turish haqida qayg'urishlari lozim. Qandaydir kasallikni yuqtirib olishdan qo'rqsangiz, hujayralar buni yo'riqdek qabul qilib, o'sha kasallik belgilarini yaratishga tushib ketadilar. Har bir buyrug'ingizga hujayralar javobi bu shunchaki tortish qonunining tanangizning ichidagi harakatlari. Har bir a'zoingizni mukammal ko'ring va kasallik soyasi sizga hech qachon tegmaydi. Robert Koller, yozuvchi, yangicha fikrlash ustozlaridan biri.